Anime Land uz taqdim etadi. Yolg'izlikda daraja ko'tarish 127-bob. Tezroq bu yerga. Berilgan qisqa vaqt ichida faqat 7 ta tashkilotning bo'sh vaqti bo'lgan eng yaxshi ovchilarni yig'a oldik. Lekin qo'rqamanki, bu ko'rinishda ovchi songa yordam bera olmasak kerak. Bu faqat xavfsizlik uchun kerak. Kapitan Son mening. Nima o'zi bu? Sizlar nima hech narsani his qilmayapsizlarmi? Bu ruhni muzlatuvchi aura nima? Qanaqa g'alati sehr? Yirik gildiyalardan yana kimdir biz bilan reyd o'tkazyaptimi? Ha, ovchilar ular bugun reyd belgilagan. S darajali ikkitasi-chi? Ha, Chxavi Junin va Chxaxin bugun qaytishyapti. Ularga tezda xabar yuboring. Darhol bu yerga kelishsin. Ovchi Sun Jinvu, nimalar qilyapsan o'zi? Men hayratdaman, juda hayratdaman. Sen men kutgandan o'zib ketding. G'aroyib. Hech o'ylamagan edim. Meni odam bilan jang ilhomlantiradi deb. Ko'p yillik hayotimda bir marta ham inson munosib raqib bo'lishi mumkin deb o'ylamagan edim. Qanchalik qiziq. Bu haromi meni 101 darajaga erishishim bilan meni bu yerga chiqardi. U boshidan meni yutishni o'ylab qo'yganga o'xshaydi. Hech qisi yo'q. Men tirik qolaman. Yaratuvchi, men senga yuzlab savollarim bor. Masalan, nimaga sen bu tizimni yaratding va nima uchun aynan meni o'yinchi sifatida tanlading? Va yana bizni dunyomiz bilan nimalar bo'lyapti? Shunchalik savollaringga javob xohlaysanmi? Nahotki meni o'ldirib, sen haqiqatga erisha olmasligingdan qo'rqayapsanmi? Bunaqa qisqa masofadan men uni yuta olmayman. Oh, menga uzoqdan hujum qilishga urinyapsanmi? Ahmoqona! Muhim emas. Meni o'ldirasanmi yoki yo'q? Meni javobim hal qilib bo'lingan. Men buni yaratgan paytimda yo'q. Demak bu senmi? Tizimni yaratgan va sen kimsan menga bu kuchni bera oladigan? Seni tanlagan men emas. Sen menga o'shanda umuman yoqmagansan. Men o'yinchini tanlash uchun tizimni yaratdim va ishga tushirdim. Meni kuchli mukammal loyiham. Jinursin, vaqt umuman qolmadi. 100% jang qilishga to'g'ri keladi. Nima ham derdim? Timer ishlab turgan ekan, so'nggi kuchimgacha sen bilan kurashaman. Nima? Nahotki men yana his qila olaman? Ha, bu safar menda hammasi o'xshaydi. Qilich, nayza, xanjar, bolta va molg'a. Men ularni his qilyapman. Men uni har bir harakatini his qilyapman. Nima? U bor kuchim bilan zarba bersam ham qochib qolyaptimi? Ha, yana tezlashdi. Bu soxta tana bo'lsa ham, men og'riqni his qilyapman. Mana u. Seni tanlashgani sababi ozgina, lekin unda aniq nimadir bor. Sen faqatgina odamsan. Qanaqa qo'rslik? Yanami? Bu iflos. Men yutqazdim. Imtihon yakunlandi.